Hozir ichamizda. Mana yo'llar hammasi mana qara. Nima qilib ketgandik. Bu yoqqa chiqib borar ekanda. Mana ko'rganimiz suv suyadi. Shu kuchgan tutda qancha suv tushsa shuncha baxtli bo'lamiz. Gapni qara. Yo'q. Ha, shunday. U bir diniy e'tiqod qiyin. Bidat lekin to'g'ri. Men ishonmayman shu narsaga. Yo'q, bu narsaga ishonma. Bizni Alloh Xudo omad bermasa qiyin-ku. Xudo bor. Daraxtlarga baylab xo'jayipakda ko'rgan bo'lsa. Ha. Ismlari yozib chiqaman yo'q. Xudo bermasa qiyin-ku baribir. Qachon? Joyimiz ko'rinyapti. Ko'prik. Mashinaga qarab. Ha. Nima ila? Nasıl mashina? Ana zo'r shamol kelyapti. Mayin esar shambog'da deydi-ku. Bir kuni men tentakman degan mayga yurdim. Kim? Inglizcha bir yozib qo'yibdi. Maykada o'z ko'zim bilan men tentakman degan yozib. O'zbekchami? O'zbekchaga tarjima qilsa inglizcha. Inglizchami? Ana stupid deganmi? Boshqacha nima unday deydi ekan? Ularni o'lbisi bu yoqqa qaraydi. Cho'tak yozib. Yozib qo'ydi. Chaqal. O'zi yozib qo'ydi. Tentakman, ularni saqlaydi. Ha, odamni bosib yozgan ekan. Niyasi. Ota bitta gorilla yozib. Boya bitta maykaga bir odamga atom deb yozib qo'yibdi. Bir kulamiz. Shapkasi ham bir xilda atom deb yozib qo'yibdi. Maykalar yozib. Atomni qo'ymaydi, buni garil degan. O'zbekcha bitib ketgan. Ya inglizcha bilmaganlar olaveradi. I am stupid degan ko'tarib yuraver. Gorilla maymunlarni bilarmi? Katta maymunlar. Ha. Shimpanze emasmi kattasi? Yo'q, gorilla katta bor. Ha. Shu ko'rsatuvning ichida men ham borman. Siz bor-a, voy. Papa, jingdan bizni olib kelgan. Mashina chiqib ketishgan. Qaysi? Tamam. Misafir. Dadasini ish joyidan unaqa narsa yo'q. Bo'lmasa o'zga joy ham bo'lmadi. Agrar xeytiri. Biz ham yardik shu marojna. Shanna. Batır diyaklatı ol. Haqiqiy sizlar maronigan bo'lsa, biz galini tomoq. Bitta mayka garela deb yozib qo'yibdi. Odamni o'zini ko'rsang ham kesemizda. Marashi degan, marashi